Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah Abduvali Sayed Korrektor Abduvali Sayed Bat va muqovil loyihaliguvchi A. Aqxon. Ikkinchi, Allah sifatlarida yakka yeganidir. Biz yuqorida Allohning zotida yakka yeganaligining qaysi nuqtalarda ifoda etilganligi va bu yakka yeganaligining ma'nolari, aqliy va naqliy asoslari qatorliq mazmunlar haqida to'xtalib o'tdik. Navbatdagisi bo'lsa, tavhid hukmida aks etgan ikkinchi mazmun, ya'ni Allohning sifatlarida yakka yeganaligi haqidagi mazmunlardir. Ma'lumki, Xudoning barligi haqidagi aqliy, naqliy dalillar va bu dalillarni quvvatlovchi ilm-fan natijalari shaksiz holda yaratquchining barligini o'ttirg'a chiqarib qolmay, uning yana xudolik maqomiga loyiq sifatlarga ega ekanligini o'ttirg'a chiqaradi. Shunga Alloh zotida o'xshashi va tangdishi yo'qligi jihatdan bir bo'lganidek, sifatlaridami yakka yeganidir. Allohning sifatlarida yegani ekanligini mundaq bir qancha nuqtadan tushunishga to'g'ri keladi. Allah mukammallik, ulug'liq sifatlariga egadir. Mukammallik ma'nolariga ega go'zal sifatlar Allohdan iborat qudrati mislsiz bir zot qilib tegishlikdir. Allah zotida tangdishi yo'q va mukammal bo'lgan ekan, aql uni ta'riflaydigan sifatlarning mukammallik va ulug'liq ma'nosi mujassamlangan go'zal sifatlar bo'lishini taqozo qiladi. Chunki mukammal bo'lmagan ekan, uning mukammalsiz bo'lishi cho'qim. Mukammalsizlik va nuqsoniylik yaratquchining sifati bo'la olmaydi. Biz uning olamni muntazam qonuniyat, yuksak hikmat va g'oya asosida yaratganligidan iborat ilmiy haqiqat orqali shuni bildikki, uning yaratishi mukammaldir. Mukammal yaratish faqat haqiqiy mukammal yaratquch tarafidan ishga oshadi. Nuqsoniylik bo'lsa, ojizlikning ifodasi bo'lib, ojizlik xudolik salohiyatga ziddir. Shunga uning zoti mukammal, qudrati mukammal bo'lganidek, uning sifatlari mukammallik va ulug'liq ma'nolariga egadir. Qur'on ta'biriga ko'ra Allah eng oliy sifatlarga egadir. Imom Ibn Taymiya yuqorqi oyat haqidagi bayonida mundaq deydi. Darvaqa eng ustun afzallik va mukammallik faqat Allohga mansubdir. Qandaqki yetarsizlik yoki ayb nuqson taraflar bor deyilsa, buningga yaratquchi emas, yaralg'uvchilar bakrak tegishlikdir. Chunki yaralg'uvchida topiladigan mukammallikni ifodalaydigan qandaqki sifatlar bor bo'lsa, uning hammasi yaratquch tarafidan uningga berilgan. Shunga nuqsoniylik sifatiga ega zotning mukammallik sifatiga ega maxluqni yaratishi asla mumkin emas. Mana bu nuqta yana faylasuflar tilida sabablanguvchida vujudga kelgan har qanday kamolat uning barliqqa kelishiga ta'sir ko'rsatgan sabab tarafidandir degan iboralar bilan bayon qilingan. Dar haqiqat muqarrar mavjudiyat mumkin mavjudiyatga qaraganda tangdoshsiz mukammaldir. Azaliy mavjudlik hodis mavjudlikka qaraganda tangdoshsiz mukammaldir. Bar bo'lishi hech narsaga muhtoj emas zot, bar bo'lishida o'zgaga muhtoj bo'lg'uchidan tangdoshsiz mukammaldir. Ahvol shundoq ekan, eng mukammal bo'lg'uchining nuqsoniyliklar bilan sifatlanishi, eng nuqsoniylik egillarining mukammalliklar bilan sifatlanishi aqlga ziddir. Mazkur mantiqiy nuqtasidan Alloh eng sehi, eng buyuk, eng ustun, marhamat qilg'uvchilarning eng marhamatligi, afu qilg'uvchilarning eng yaxshisi va eng mukammal yaratquchi deb sifatlanadi. U faqat mukammallik va go'zal madhiya ma'nosiga ega sifatlarga tegishlidir. Yuksak martaba uningdan boshqalarga, to'van martaba uningga mansub bo'lib qolish u yoqda tursin, hech narsa uning sifatlariga o'rtaq bo'la olmaydi. Barhaqki biz dalillar asosida Allohni bor va yegana degan bo'lsak, mohiyatda biz bor da'vatgan mavjudlikning bizning borlig'imizdek yo'qdan bor bo'lgan yoki bor qilingan, boshlanishi bo'lgandek oxirlashishi bor nuqsoniy mavjudlik bo'lmasdan, dal aksicha azaliy, abadiy, yakka yegana, qodir, yaratquchi, hikmatlik, bo'ysundirg'uchi, bilguchi, idora qilg'uchi, saltanati mutlaq, irodasi mutlaq, qudrati cheksiz va tangdoshsiz bo'lishdek ta'riflashlarga loyiq bir mukammal mavjudlik ekanligini ko'zda tutayotgan va ashundoq ekanligini bildiradigan mukammallik ma'nolariga ega sifatlar bilan sifatlayotgan bo'lamiz. Allohning sifatlari faqat uningga mansub. Allohning barligi hamda uning ulug'liq va mukammallik ma'nolariga ega sifatlarning egasi ekanligi naql muayyanlashtirilgan masalalardan biri. Buning aqliy daliliga qaraydigan bo'lsak, masalan, olamning yaralgan bo'lishi uning yaratquchi ekanligini dalillaydi. Yaralg'uvchilardagi intizom va qonuniyatlar birli tadbirning natijasi bo'lib, bu yaratquchining birligini dalillaydi. Yaralgan mavjudotning aqlni lol qiladigan qonuniyatlar bilan chambarchasilganligi va olamdan iborat g'oyat zo'r mavjudlikning yarilishi yaratquchining qudratining tasavvur ojiz keladigan darajada tangdoshsiz ekanligini dalillaydi.
Alam va u o'z ichiga olgan jimi mavjudotning hodis bo'lganligi, boshlanishi bo'lganidek oxirlashishining bo'lganligi yaratquchining azaliyligi va abadiyligini dalillaydi. Alamning yarilishida o'tirg'a chiqqan muntazamlik, g'oya va hikmatlar yaratquchining xohlaganini qilishdek mutlaq erkin ixtiyorlik egisi ekanligini, mutlaq bilguchi ekanligini dalillaydi. Yo'g'riqlarning hammasi bo'lib, yaratquchining hayot sifatiga sazovor ekanligini, mavjudotlarning bor bo'lishi uningga ehtiyojliq, ammo uning bor bo'lishi hech nimaga hojat yo'q ekanligini, uning barliq mavjudotning asli egisi ekanligini, uning hammadan ustun va ulug' ekanligini dalillaydi. Naqliy dalillarga qaraganimizda, dalillarda Allohni ulug'liq va mukammal sifatlar bilan sifatlaganligini, uni nuqsoniy sifatlardan pok tutganligini ko'ramiz. Masalan, Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. U mutlaq podshohdir. Hamma nuqsondan pokdir. Jami ayblardan salomatdir. Mushriklar shirik keltirgan narsalardan pokdir. Alloh hammani yaratquchidir. Yo'qlikdan paydo qilguvchidir. Hamma narsaga shakl berguchidir. Eng chiroyli ismlarga egidir. Osmonlardagi va zimindagi narsalar Allohga tasbih aytib turadi. Alloh hammadan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguvchidir. Biz Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir. U migdab qolmaydi, uni uyqu bosmaydi. Osmonlardagi va zimindagi hamma narsa Allohningdir. Alloh subhini qorong'uda yerib chiqargan. Sizlar uchun kechini orom vaqti, quyosh bilan oyni vaqt hisoblag'uvchi qilib bergan zotdir. Ana shu g'olib va hammani bilguchi Allohning o'rinlashtirishidir. Alloh quruqliq va dengizning qorong'uliklarida sizlarning yo'l tepishinglar uchun sizlarga yulduzlarni yaratib bergan zotdir. Bu oyatlarni bilalaydigan qavm uchun haqiqatan ochiq bayon qildik. Demak, Allohning mushuniga o'xshash mukammallik va ulug'liq ma'nolariga ega sifatlari bo'lishi aqliy taqozo bo'lishidan sirt naqliy manbalarda muayyanlashtirilgandir. Bu shaksiz holda uning zotining yakka yegani bo'lganidek, har bir sifatidagi xususiyat va xosliklardami yakka yegani ekanligini ko'rsatib beradi. Uning sifatlaridagi xususiyat va xosliklarda yakka yegani bo'lishi deganimiz nima? Sifatlardagi xususiyat va xoslikda yakka yegani bo'lishi deganimiz sifatlarning Allohni ko'zda tutgandagi ma'nolarining faqat Allohga mansub ekanligi va bu ma'nolarning bizning tasavvurimizdagi ma'nosidan farqli bo'lishini ko'rsatadi. Masalan, Allohni mavjud deb sifatlaymiz. Bizmi ham mavjud deb sifatlanamiz. Biroq bizning mavjudligimiz bilan Allohning mavjudligi o'rtasida farq bor. Bizning mavjudligimiz hodis, mumkin mavjudlik. Allohning bo'lsa muqarrar va azaliy mavjudlikdir. Shunga har ikki taraf mavjudlik degandagi sifatda o'xshash bo'lsa-mu, mavjudlik sifatida ifodalangan va ko'zda tutilgan ma'nolarda farqlidir. Aqida olimlari Allohning sifatlari hodisaviy sifatlar bilan sifatlanmaydi degan bo'lsa, buningdan mana shu nuqtalarmi ko'zda tutilgandir. Buningga yana mundaq o'zbeklarni ko'rsatish mumkin. Ilm sifatida misol qilsak, Alloh bilguchidir. Insonni bilguchi deb sifatlash mumkin. Biroq insonning bilishi mutlaq bilish emas, yana kelib insonning bilish sifatiga ega bo'lishi nurg'un jarayonlarning mahsuli. Shundaqla insonning bilishi cheklik, ammo Allohning bilishi cheksiz. Insonning bilishi mohiyatlik bilish emas, ammo Allohning bilishi mohiyatlik bilishdir. İnsanның bilishi shay'larni tasavvur qilish, idrok va boshqa nurg'un tayanchlarga biqinadi. Biroq Allohning undaq emas. Qur'on Karim Allohning bilish haqidagi tasvirida mundaq deydi. G'ayb ilmining ochqishlari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Alloh biladi. Quruqlikdagi, dengizdagi narsalarning hammasini Alloh biladi. To'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan birimi yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi bir tal uruq bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsalar bo'lsin, hammasi Lavh-u Mahfuzda aniq yozilgandir. Allah osmonlardagi va zimindagi g'aybni bilguchidir. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni obdan bilib turg'uchidir. Shunga Allohni bilguchi deb sifatlashimiz bilan insonni bilguchi deb sifatlashda shakli o'rtaqlik bo'lsa-mu, ma'nida va mohiyatda butunlay farqlidir. Ana shuningdek, qudrat, hayot, idora qilish, anglash, ko'rish qatorliq sifatlarning hammasi Allohga qarata biz qandoqligini tasavvur qilishdan, mohiyatini tushunishdan ojiz keladigan sifatlardir. Masalan, Allohning qudrati biz biladigan kuch, besim va boshqa qudratni shakllantiradigan har qaysi omillarning natijasi bo'lmasdan, mohiyati bizga bilinmagan tangdoshsiz qudratdir. Bizning bilalaydiganimiz o'sha bu qudratning asoratlari, natijalari, mevasi xolos. Xuddi shuningdek, Allohning ko'rish, anglash qatorliq sifatlarimi biz biladigan ma'noda emas. Allohning anglashi, ko'rishi bizning va boshqa koinotdagi har qanday bir shayning anglash va ko'rish quvvatidan farqli va mukammaldir. Shunga uning biz ko'rishga muhtoj bo'ladigan ko'z, anglashda ehtiyojli bo'ladigan quloq qatorliq a'zolarga ehtiyoji yo'qdir.
va Allohdagi anglash va ko'rish xususiyatimi bizninkidan va biz tasavvur qilgan tarzdan butunlay farqli va tangdoshsiz mukammaldir. Shundaqla mazkur sifatlardan Allohning zotida ifodalanishi va buning amaliy ifodalari biz bilgan va tasavvurimizda aks etgan ma'noda emas. Bu xususdami Allah xuddi zotida yegani bo'lganidek sifatlardami yakki yeganidir. Allah mukammal va ulug'liq sifatlarga ega bo'lish bilan birga mazkur sifatlar ifodalagan alohida ma'nolar va mislsiz alohidaliklar faqat va faqat Allohdagi mavjuddir. Ya'ni sifatlarda ifoda etgan bu tur ma'nolarning obyekti faqatla Alloh taolo bo'lib, bu jihatdanmi Allah yakki yegana, hech bir o'xshashi va tangdoshi yo'qdir. 3. Allah barliq ishlarda yakki yeganidir. Allah zotida va sifatlarda yakki yegani bo'lganidek, qilim etimlaridami yakki yeganidir. Allahning sifatlarida yakki yeganaligi zarur va shartsiz holda qilim etimlaridami yakki yegani bo'lishini taqozo qiladi. Alayliq yaratish va olamni idora qilish, intizom o'rnatish va intizom asosida idora qilish qatorliqlarning hammasi uning yaratquchi, hammaga qodir, hammani bilguchi, hikmat bilan ish qilguvchi, hayotlik berguchi va uni qaytarib olguvchi qatorliq sifatlarga ishorat qilguvchi qilim etimlaridir. Bundan boshqa yana uning Qur'on sifatlagan rizq berguchi, ko'yinguchi, marhamatlik, saxiy qatorliq sifatlarimi uning ish faoliyatida aks etadigan sifatlar bo'lib, qilim etimlarida uning qilganlarini qila oladigan yoki uningga o'rtoq bo'ladigan yana biri yo'qdir. Ya'ni Allohning ishida sherikchilik yo'qdir va hamisha sherikdan behojatdir. Allahның qilim etimlarida yakki yegani bo'lishimi uning xudolik salohiyatining zarur taqozolaridan bo'lib, sherigi bo'lishi uning xudolik salohiyatiga, qudratiga va tangdoshsizligiga ziddir. Allahның zotida bir bo'lishi xristian va yahudi aqidalaridek xudoning tabiatiga nuqsoniy sifatlarni va yoki aqlga sig'mas tasvirlarni qo'yishdek xatolikning Allohda ifodalashining mumkinsizligini bildirsa, uning qilim etimlarida mustaqil va tangdoshsiz bo'lishidek bu haqiqat paganizm va buddizm aqidalariga o'xshash, shundaqla Yunon afsonalaridagi atalmish tangrilar misoli Xudoning faoliyatini tabiat hodislariga va yoki tabiatdagi ma'lum jonliq va yoki jonsiz shaylarga mansub qilib taqsimlash va bu orqali xudolik salohiyatini ko'paytirish, shundaqla mavjudiyatda va ya reallikda hech bir o'rni yo'q afsonaviy obrazlarda tasvirlashga o'xshash ko'p xudochilik safsatlarini butunlay rad qiladi. Mana bu aqlningmi va naqlningmi taqozzosidir. Navoda Allah qalim etimlarga sherik qo'shdi degan taqdirda masala Allohning barligining dalillari asosida o'tirg'a chiqqan mutlaq mukammallik egasi bo'lish, mutlaq qudrat egasi bo'lish va xohlaganni qilish ixtiyorligiga ega tangdoshsiz bo'lish tabiatini zedilishi aniq. Hamda buning xudolik salohiyatga xilof keldiganligi muqarrar. Agar bu xil ahvol mumkin deganda Xudoning faoliyatining natijasi bo'lgan olamda intizom tartibning mavjud bo'lib turishi asla mumkin bo'lmaydi. Chunki Xudo o'z ishida sherik tutdi degan taqdirda bu ya ojizlikning va ya kelishib olishning natijasi bo'lishi kerak bo'ladi. Halbuki har ikki ahvolda Allohning qudrati va xudoligi zidilindi. Shundaqla ojizlik va yoki kelishib olish Allohning barligi va birlik haqidagi bayonimizda izohlaganimizdek xudolik salohiyatga zid va aqliy jihatdan mumkin emas. Biz koinotdan iborat Allohning yaratishidan maydonga kelgan bu ilohiy asardan bildikki, uningdagi mustahkam intizom va qonuniyatlar, shundaqla qonuniyatlarda aks etgan bir manbaga tutishishlar Xudoning faqat birli bo'lishini taqozo qiladi. Bo'libmi, koinot dalili va intizom dalilida kelgan ilmiy haqiqatlar, shundaqla Allohning birligini quvvatlovchi aqliy va naqliy dalillar Xudoning yaratish, intizom o'rnatish, idora qilish qatorliq barliq fe'llarda yakki yegani ekanligini dalillaydi. Bu nuqtadanmi Allohga uning ulug'ligida, qudratida tang tura oladigan yoki uningga o'xshaydigan yana birining bo'lishi mumkin emas. Bu ahvol uning fe'llaridami ham shundoq. Yuqorqi 3 temada o'ttirg'a qo'yilgan nuqtalar Xudoni yakki yegani deyishdan kelib chiqadigan aqliy va naqliy dalillar natijasidir. Xulosa shuki, Allohning yakki yeganidan iborat bu hukm Allohning zotida bir, sifatlarida o'xshashi yo'q, qalim etimlarida sheriki yo'q degandan iborat 3 nuqtada birdaklik hosil qilgandir.